Biz va'da qilgan mana shu mashinani bugun o'z egasiga topshiramiz va yuksalish jamoasidagi nechta odam xursand bo'lganini va zanjir sistemasi qanday ishlashini ko'rsatib beramiz. Biz 2025-yili 1700 dan ziyod xonadonni uje topshirdik. Xudo xohlasa yil oxirigacha yana 700 ta xonadonni o'z egalariga topshiramiz. Shuncha xonadon topshirgan xodimlar xursand bo'lishga haqli. Ota-onam shunaqa jigar tug'ib bergan. Menga bunday achinadigan boshqa hech kim yo'q. Shu jigarimga mana shu mashinaning kaliti ham. Ha, mashinaning kaliti ko'rasiz, bitta mashin bilan Xudo xohlasa necha kishi xursand bo'ladi. Taxoni mana yaqinda olgandi. O'zim sevib mingan, eng o'zim yaxshi ko'rgan mashin. O'sha mashinda kimda nima muammosi bo'lsa, shu odamga chiqib, meni boshim qancha achiydigan bo'lsa, bu odamniki ham achar. Mana Kia Sorento. Bu mashina beradigan odamimiz o'zi kamtar, hamma joyda pulini deb telefon qilib qo'yadigan odamga bugalterimga deb sovg'a qilgan mashinamiz qanday mashhur bo'lib ketgan bo'lsa, bunisi ham mashhur bo'lsin. Otabek akaga Trekkerda o'rniga mana. Yaxshi kunlagan. Ko'nglimdan chiqib kechani kecha, kunduzni kunduz demasdan ishlagan uchun Jahongir ukamga Trekker mashinani beraman. Jahongirjonniki Cobalt'dir. Oxirgi odam vobshe xursand bo'ladi, vobshe boshqacha bo'ladi oxirgi odamniki. Akmal aka ham bizga qattiq ishlashib keladi. Nima gapsiz hammasini ko'targan. O'tgan yilgi Nexia 3 ni almashtirasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, yaxshi kunlagan. Nexia 3 kalitini bering. Eng oxirgi mashinasiz odamimizni ham mendan ham ko'ra dadam ham ko'proq o'ylaydi. Samar akaga bemashin yurdim ana. Bitta taqdirlaymiz. Bu telefon Alisher akamga. Aka, tabrik. Yaxshi kunlarga ishlating. Farg'onada qattiq mehnat qilgani uchun Abdurovga. Bunisi Jonibekka. Akajon rahmat. Sartepadan umuman muammo kelgan yo'q, faqat zo'r bo'lib turibdi aka. Yaxshi kunlarga ishlatasiz. Eng qiyin og'ir hududda mana Maqsud ukam jonini berib ishlatdi. Maqsudga ham chin yuragimdan xursandman. Shuncha odam bilan xursandchilik qilayotganimizga klientlarimiz esdan chiqmasin. Muomala klientlarimizni boshimizga ko'tarib, eng oxirgi klientgacha ishlaymiz. Sog' bo'linglar, hammalaringizga rahmat. Men xursandman sizlarga.